Chilonzor tumanida seminar bo'lib o'tdi. Bu seminarda Prezident 100-farmonlari bo'yicha barcha savollarga javob oldik. Tadbirkorlik bilan men 5 yildan beri shug'ullanaman. Shu vaqt mobaynida ancha o'zgarishlar bo'ldi. Tadbirkorlarning foydasiga juda ko'p yaxshi qarorlar, yaxshi ishlar amalga oshirildi. Xursandmiz. Soliq stavkalarini kamaytirilganligi ancha tadbirkorlarga qulaylik tug'diradi. Yana ham ishlashda, rivojlanishda yaxshi natija beradi. Tadbirkorlar rivojlansa, davlatimiz rivojlanadi, yurtimiz boy bo'ladi. Mana bunaqa uchrashuvlar, soliq inspeksiyalari bilan uchrashuvlar, hal bo'lmagan masalalarni shu yerda o'zida gaplashib, shu yerdan informatsiya olib, bu me'yorda ishlash juda ham qulaylik keltiradi. Oldimizda qiynalib, informatsiya qidirib, telefonda bog'lanib, oldiga borib, joyiga chiqib, savollar berib, qiynalib, savollarga ham aniq javoblar ham har doim bo'lmagan. Hozir yana ham yengillashib ketdi. Hamma narsa elektronniy. Biz hech qachon bu narsani tasavvur ham qilmaganmiz. Rahbarlarning o'zi kelib, biz hech qachon rahbarlar oldiga kirish, u odamni qidirib topishni hayolimizga ham keltirmaganmiz. Hozir soliq pozitsiyasi o'zgarganki, bizga yana ham ular bilan muloqotimiz osonlashib, ishlarimiz ham osonlashdi. Soliqchi bizga hozir do'st, haqiqiy hamkor bo'lib xizmat qilyapti.